Azda yana bitta institut, Saratovskiy государственный texnicheskiy universitet, Gagarin nomidagi. Mana shu yerga ham o'qishga kirsalaringiz bo'ladi. Texnicheskiy universitet bu yerda konferensiyaga kelganmiz. Institutlardan shunaqa boshqa institutlarda bo'ladigan konferensiyaga jo'natadi. Siyosiy mavzularda ekan, o'shaning uchun bizning gruppalarni jo'natdi. Butun yurfakni jo'natdi yopolmay. Hozir kutyapmiz. Demoqchiman, mana shunaqa SGTU deb yozsangiz sayti bor, SGTU Texnicheskiy universitet. Juda ko'p kadrlarda yetishtiradi. Nimalari ham 100 ming, 150 ming atrofida kontraktlari ham. Bularning kollejlari bor, filiallari bor deganim. Katta Petrovskda, masalan, Balashov shunaqa joylarda, Saratovda filiallari bor. Har juma Toshkent vaqti bilan 8 dan 8:30 atroflarida jonli muloqotga chiqamiz YouTube kanalimizda. Ertaga inshaalloh juma kuni bo'lsa, har jumaga nasib qilsa harakat qilyapmiz. 2 soat, 3 soat shu har xil bo'layotgan qonun qoidalarni Rossiyalardagi muhokama qilishga. Hozir yana bir nima chiqdi? 2 dekabrdan RVPni основанияsi olish yo'llari chiqdi, boshqalari chiqdi. O'shalar hammasini ertaga obsujdat qilamiz. Savollaringizni ertaga tayyorlab beraverasiz. Biz bilsak bildik deymiz, bilmasak o'sha har juma azizlar. Николая Гавриловича Чернышевского, Александру Александровичу Казакову. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники форума. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за... Azizlar, kutubxonaga tushdik. Ot soldata do generala degan kitob bor ekan. Soldata do generala degan 18 tomli kitob bor ekan. Yana nimalar bor ekan? Mana kitoblar. Bunaqa yangi tramvaylar qo'ygan. Ajoyib.